Bugun barchamiz kerak bo'lsa bemalol ayta olamiz, butun olami jahon rahmatga, o'zaro marhamatga, shafqatga muhtojdir. Oilaviy hayotimizdan tortib, ijtimoiy, jamoaviy bir hayotimizga qadar, yosh go'daklardan tortib keksa insonlarga qadar, hayvonot olamidan nabotot olamiga qadar butun borliq rahmatga, marhamatga muhtojdir. Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomi Qur'oni Karimda rahmat kalimasini 286 marotaba takror keltirishining ham balkim hikmati mana shudir. İnsanlar, butun koinot, modomiki dunyo yana o'z holatida davom etmoqchi bo'lsa, insonlar yana go'zal bir hayot kechirmoqchi bo'lsalar, rahmatga, shafqatga muhtojdirlar. Bu rahmat va shafqatga bo'lgan ehtiyoj ayniqsa bugungi kunimizda juda ham qattiq sezilmoqda. İnsanlar oiladan boshlab go'daklar rahm shafqatsiz tarbiya topmoqdalar. Shafqat, marhamatdan mahrum katta bo'layotgan go'daklar katta bo'lganda jamiyatga tabiiyki rahm, shafqat ulasha olmaydilar. Keksalar ham bolasini katta qilib, yedirib, ichirib katta qilgan, mehnat qilgan insonlar ham o'zlarining qilgan mehnatlarining samarasini ko'rmasdan rahm shafqatdan mahrum bir holatda yo'lning chetiga uloqtirib tashlanmoqda. Bu holat achinarli bir holat, insonni o'ylantirib qo'yadigan bir holat. Hayotimizning har jabhasida afsuslar bo'lsinki uchrab turibdi. Biz mo'min musulmon sifatida Arhamur Rohimin bo'lgan, mehribonlar mehriboni bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning sayyidi o'laroq yaratgan inson sifatida bu holatdan juda ham qattiq iztirob chekamiz. Achinamiz, koshki bu holat bo'lmasa edi deya ichimizdan o'kinamiz. Bu holatning islohi uchun, bu holatdan ayanchli bir holatdan qutulish uchun chora qidiramiz. Muhtaram azizlar, bugungi musibat, bugungi hozirgina biz eslab o'tgan bu ayanchli bir holat kechagina yoki bugungina paydo bo'lgan bir holat emas. Bu holat 14 asr ham bu kabi yoki bundan ham xunuk bir holatda olami jahonni qamrab olgan edi. Butun borliq marhamatsizlik, shafqatsizlik girdobiga g'arq bo'lgan edi. Oiladan boshlab hattoki eng rahm shafqatga eng muhtoj bo'ladigan kishilar eng zaif kishilar bo'lishi kerak. Oila a'zolari orasida ham, jamiyat a'zolari orasida ham, bu koinot ichra ham eng zaif bo'lganlar ko'proq rahm shafqatga muhtoj insonlar yoki borliq hisoblanishi kerak. Ammo afsuslar bo'lsinki, 14 asr ilgari ham xuddi ba'zi bir zamonlar kabi insoniyatning yoki koinotdagi eng zaiflar, eng mazlum kimsalarga yoki kishilarga aylanib qolgandilar. O'sha zamonda xuddi oilada ham xuddi erkak va o'g'il farzand turadigan bo'lsa, qiz farzand zaifa bo'lganligi uchun ko'proq mazlum holatga tushib qolardi. Bugun ham xuddi ba'zan zaifa bo'lgan ayollar, ular chorasizlikdan o'zlarining oriyatlarini, nafslarini, hayolarini, ibolarini pullashga yoki ular bozorga solishga majbur bo'lganlaridek. Vallohu a'lam, agar ular ham kuchli, quvvatli bo'lganlarida edi, balkim bugungi kundagi ko'p nochor holatdagi ayollarning ko'plari sharmandali holatga ehtimol tushmagan bo'lardilar. Bu ham bir jamiyatning illatidir. 14 asr ilgari ham xuddi mana shu illat bor edi. Xuddi mana shu zulmot, xuddi mana shu tubanlik, ya'ni shafqatsiz bir hayot. Faqatgina mushtumizorlargina g'olib bo'ladigan, rahm shafqatga muhtoj bo'ladigan insonlar esa hech qanaqangi himoyasiz qolib, homiysiz qolishligi o'sha zamonlarda ham bor edi. Bu bugungina yangi paydo bo'lgan musibat emasdir. Biz bu holatni nima uchun eslayapmiz? Nima uchun jamiyatimizda bugun ham, boshqa davrlarda ham zaif bo'lgan kishilar, zaif qatlam nima uchun rahm shafqatdan mahrum qolmoqdalar? Nima uchun ularga munosib bo'lgan go'zal bir muomala, go'zal bir munosabatda bo'linmayotibdi? Buning tegi sababi insoniyat beixtiyor aytadi, buni e'tirof qiladiki, butun koinot rahm shafqatga muhtojdir.